O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Miromonovichning 2026-yil 5-fevraldagi 19-sonli Prezident farmonlari asosida, demak, viloyatlarimizda O'zbekiston Respublikasining barcha 14 ta hududida ilk qadam milliy o'quv dasturini ikkinchi bosqichi hozirgi kunda amaliyotga keng targ'ib qilinmoqda, seminar amaliyotlar tashkil etilmoqda. Mana biz 3 kun mobaynida Xorazm viloyati Xiva shahri pedagogik mahorat markazida demak ilk qadam milliy o'quv dasturining yangi talqinini barcha tumandagi yetakchi pedagoglarga yetkazib bermoqdamiz. Jarayonlar juda ham qiziqarli o'tmoqda. Ilk qadam milliy o'quv dasturimizda ham juda ham katta o'zgarishlar ko'p. Bunda aynan alohida bob sifatida insoniy qadriyatlar, milliy qadriyatlar, ekologik qadriyatlar, umumiy insoniy qadriyatlar kiritilgan. Bundan tashqari o'tish davrlari alohida bob sifatida kiritilgan va bu milliy dasturimizda bolalarni katta hayotga, maktab ta'limiga va maktab ta'limidan keyingi barcha ta'limlarga qiziqish uyg'otish kabi juda ham katta maqsadlar qo'yilgan.